Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz bo'lsa Malayu, ya'ni ochiq beliq qo'rmisi. Buningga biz oldin beliqni mana shu holatda ushoq to'g'rab olamiz. To'g'rab bo'lgandan keyin buni suvga chilab qo'yamiz va ozroq tuz solib, buni yaxshi aralashtiramiz tuz bilan. Yaxshi aralashtirib, birdan mejayotgandan keyin buni suvdan suzib olib, buningga ozroq tuz, ozroq Jangyu bir tal tuxum ve azraq qo'noq kraxmal selib buni mejib aralashtirib qiyma qilib quyib qo'yamiz. Endi mavu ushluq echki kelgan ko'k va qizil lozim to'g'rab oldik. Endi zanjil samsoqni to'g'rab olamiz. Mana shu holatda lozimjaqroq ishlatamiz. Oxirlar hozir bak ochiq chiqadi. Agar ziyod ochiq bo'lishini xohlamasanglar, odatdagi ko'kmush va qizilmushni qilsanglar bo'ldi. Endi qozonga may qo'yib, may qizigandan keyin boyoq tuxumga milab qo'yib qo'ygan beliq go'shtini bir taldan qozonga solamiz. Hammasi biroq salsanlar kollak holatda pishib qoldi. Xo'llak bo'lib shunga bir taldan solamiz. Maydan suzib olib, yana mayni qayta qizitib, bu beliq go'shtimizni yana bir qatam mayga silib, qayta salqib olamiz. Bunda qilganda bu intayin churuk holatda pishib chiqadi. Shunda koros holatda yeyishlik holatda pishib chiqadi. Hem rengimi sarg'ayib, texim chiroyli holatga keldi. Buni maydan suzib olib, endi qozonda ozroq may qoldirib, buningga samsoq va zanjibilni sep qo'raymiz. Ondan chanig'an lozim sep qo'raymiz. Yoki beliq to'risi bor, maxsus mayliq beliq taomlar qo'rmisniki meyi mayliq to'risi. Shuni solsanglar bo'ldi. Uni qo'rib olgandan keyin lozim sep qo'raymiz. Ozroq tuz ta'mini taqshaymiz. Ondan buningga bayam yog'da mayda zalqib olgan beliqni sep qo'raymiz. Mana shu holatda qo'rib olamiz. Endi buningga ozroq tuz, ozroq shakar, ozroq shangchou mushlarni silib yaxshi aralashtiramiz. Ondan ozroq kunjut mayi soldik. Kunjut mayidan ozroq silib, ondan tuz ta'mini taqshab, mana taqsimimizga usib oldik. Shundoq yeyishlik bo'lgan beliq qo'rmimiz tayyor bo'ldi. Peki yeyishlik chiqdi. Odatda buni bolalarım pek yaxshi ko'rdi. Hammalarniki sinab beqishni umid qilaman. Odatda guruch taomlari bilan, ya'ni miyfan bilan pek mos keldi bu. Shundoq yeyishlik. Suyi bor beliqlar ancha yaxshi ko'rmayman, chunki beliq milish holatda chiqib qoldi go'shi. Ma'qul holatda beliq shundoq churuk yeyishlik puroqsiz holatda chiqdi. G'ayri puruqimi yo'q. Bo'lsa hammaylarni sinab beqinglar. Amsi dars tamom.